Mototsikllar bo'lmasa, birga ketdik ha. Qayerdan harakat qilasiz? Şeydan. Mani yo'q qilib haydaganlaringiz, tezlikni oshirganlaringiz nima? Mani yo'q, Qalay mani yo'q? Qayerga ko'rsatgan mani yo'q. Hamma qo'shib ko'rmas kerak edi, uni bizga to'yib chiqish kerak edi, uni bizga. Bu sizmi? Buni olib keta olmaysiz aka. Olib boraman. Yo'q, olib bormaysiz. Olib boraman. Keyin sizlar guruh bo'lib harakatlangan mototsikllarning orasida tekshirib ko'ramiz, balki o'zingizdan bu. Akajon, men sizga aytyapman, bu yangi mototsikl. Mayli. Buni shossirovkasi boshqa odam nomida turibdi. Mototsikl 0 probegda turibdi. Yo'qib ko'rsatdim aka. Bu haydalmagan, minilmagan yangi mototsikl. Mashinadan shunday tushirilgan, mana shu yerda qo'yilgan. Chang bo'lsin. Biror marta yo'qib haydalgani yo'q bu mototsikl aka. Buni qanday olib ketasiz? Noqonuniy sizni ish bu ishingiz. Olib ketasiz. Noqonuniy bo'lsa xatti harakatimiz javob beradi. Nima uchun olib ketasiz aka? Uni olib kelmayman. Buni olib kelsam, buni olib ketmaysiz, bo'lmasa buni olib ketasizmi? Ha, uni olib kel. Yo'q, uni olib kelsam, buni olib ketmaysiz, bo'lmasa olib ketasizmi? Oldin aniqlik kiritinglar aka, keyin olib ketinglar. Shu ham aka qonuniy taraf eton. Keyin ichkarida ma'muriyat olib bo'lmada siz tushuntiramiz, guruh bo'lib harakatlanish nima, qanday harakatlanish kerak, qanday harakatlanish kerak emas. Yuridik gaplashib oldik, tamam? Qaratib qo'yasizda so'rab qolaman. O'qiyman. 109-modda mototsikllar va boshqa transport vositalari haydovchilari yo'llarning yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi bir taqsim bu. Yo'qki deyapti. Bu demak bu bizda yo'q. Tahdid soluvchi narsa qilganimiz yo'q. Hammamiz ma'qulmi hammaga shu? Sizni fikringiz. Tahdid soldikmi biror kishiga? Bitta shu qismini bizga endi tushuntirib bering. Qayerga biz tahdid soldik? Biror kishi hayotiga yo avariya keltirib chiqqan bo'lmaydi. Agarda bo'lgan taqdirda nima uchun yo'l transportiga xodimi bizni to'xtatgan vaqt protokol qilmadi? Siz mototsikl haydaganmisiz? Ha. Siz bor edingizmi? Bor edi. Mototsikl samada o'tganingizmi? Sizlar mototsikl o'sha. Ha. Siz ma'lum yo'lga bu ishga kelganlar. Birinchi demak yo'q bizga nimangiz? Tahdid soluvchi